Katta bo'lganida hamma uni Maryamning o'g'li Iso deb chaqirardi. Maryam bilan Iso qishloqqa kelganlarida odamlar bu holdan juda hayratda qolishdi. Keyin ular Maryamdan g'azablana boshlashdi. Sen hali turmushga chiqmagansan-ku, qanday qilib farzandli bo'lding? Maryam sukut qilardi. Chunki Alloh unga gapirmaslikni buyurgandi. Ammo uning o'rniga chaqaloq gapirdi. Men Allohning bandasiman. Menga Alloh kitob yuboradi va meni payg'ambar qiladi dedi. Hamma jim, hamma juda hayratda qolgandi. Qanday qilib chaqaloq shunday gapira olishi mumkin? Bu mo'jiza edi. Chaqaloq Iso to boshqa bolalardek ulg'aymaguncha aslo gapirmadi. Maryam uni olib Misrga yo'l oldi. Iso biroz kattalashganida Nosira degan go'zal qishloqqa joylashdilar. U juda boshqacha bola edi. U yer yuzidagi go'zalliklarni tomosha qilishni yaxshi ko'rardi. U hamma narsaga bir kitob sahifalarini o'qiyotgandek boqardi. Gullarga, kapalaklarga, moviy osmonga va albatta tunda charaqlagan yulduzlarga ham. Iso 30 yoshga kirganida Alloh unga payg'ambarlik vazifasini berdi va unga Injilni yubordi. Injil yangi muqaddas kitob edi. Iso odamlarga dedi: "Menga quloq soling. Men Allohning elchisiman. Men sizni faqat Allohga ibodat qilishga chaqiraman." Ular Isoga: "Agar gaping rost bo'lsa, bizga mo'jiza ko'rsat" deyishdi. Iso hammaning ko'z o'ngida loydan bir qush yasadi va unga Allohning ismi bilan uch dedi. Alloh o'sha loydan yasalgan qushga jon berdi va qush Iso payg'ambarning hovuchlari orasidan chiqib uchib ketdi. Hamma juda hayratda qoldi, ammo ko'pchilik bunga ishonmadi. "Sen bizni sehrlab qo'yding" deb aytishdi. Alloh Isoga boshqa mo'jizalarni ham berdi. U juda og'ir bemorlarni ham osongina davolardi. Uning mo'jizasidan ko'rlarning ko'zi ko'radigan bo'lib shifo topayotgan edi. Buning xabarini eshitgan bemorlar Iso payg'ambarning eshigi oldida uzundan uzun navbat hosil qila boshlashdi. Ularning barchasini birma-bir davoladi. Ammo baribir Iso payg'ambarga 12 kishidan boshqa hech kim iymon keltirmadi. Ular havoriylar edi. Ular qanday ham yaxshi insonlar edi.